Musofirda ish qidirib yurgan akalarimizga shu videoni tezda yuborib qo'yinglar. Ish bor. Smenasi 5000 rubldan. Undan tashqari obed ham beradi 250 rubl. Shunda sizga har hafta oylik beradi. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarga ish bor. Metro Yugozapnaya, Prospekt Mira, yana Город Ximki, Moskovskiy oblastda ishni zo'ri bor. Ya'ni grushchiklik vakansiyasi bor. Kasherskiy metro ham bor. Uyingiz oldidan qatnab borib ishlab kelaverasizlar. Soatiga 400 rubldan grushchiklikka yopib beradi. 11 soatiga yoki 12 soatiga 4800 plus 250 rubl obedga pul beradi. Opshi 5050 rubl kuniga bo'lyapti. Bu degani 60-70 dollar kuniga. Bu degani o'zbek so'miga 600 ming, 700 ming, 750 ming so'mdan kuniga tushyapti. Agarlar bunaqa video albatta like arzidimi? Agar siz videoga maksimal like bosamiz, kommentda omad Zuhriddin so'zini yozib, kanalga obuna bo'lib, videoni maksimal musofirda ish qidirib yurgan birodarlarga tezda yuborib qo'yamiz. Joylarimiz soni cheklangan albatta. Shuning uchun ekranda ko'rinib turgan raqamlarga hech ikkilanmasdan sizga ish kerakmi? Moskva yoki oblast patentingiz bormi? Bemalol hoziroq aloqaga chiqing va o'z joyingizni band qiling. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsa bo'lmaydi. Bu faqat Rossiyada, aynan Moskva hamda oblastda yurgan, qo'lida patenti bor, ofitsialni ishlay oladigan akalarimiz uchun bo'ladi. Qolganlar uchun ham inshaalloh Xudo xolasa ishlarimiz bor. Bu Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimiz Zuhriddin Musofir desanglar chiqadi. Erkaklarga ham, ayollarga ham 18 dan 70 yoshgacha hammaga ish bor. Albatta Telegram kanalimizga o'tib, o'sha joydan ko'rib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doim Zuhriddin Musofir bo'ldi. Keyingi filmlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lishni unutmanglar.